प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम Bugun juda quvonchli kun. To'yni qizitib, shoh qo'shiqlarni kuylashingiz kerak. Xo'pmi? Otam do'konni garovga qo'ymoqchilar. Bunga yo'l qo'ya olmaymiz axir. Kuyov bilan gaplashaman. U bu haqda bilmasligiga ishonchim komil. Shashi sohib shirinliklardan tatib ko'ring. Juda mazali. Payal. Qo'shiq qani? Meni kechir. Gun opam turmushga chiqyapti. Kuyovning onasi esa 100 ming rupiya qalin puli so'rayapti. Menimcha bu noto'g'ri. Shuning uchun opam bilan kelishib, kuyovga bu haqda aytish kerak deb o'yladik. O'tinaman, hech nimani chigallashtirmang. Faqat bitta orzu bilan yashaganman. Qizimni kelinlik libosida ko'rish. Biror marta shartlarimni o'zgartirganmanmi? Yo'q. Rost yanglishdingiz. Arnav Singh Rezada hech qachon yanglishmaydi. Shash mahalingiz anchadan beri garovimda. Rezada sohibga sotdim. Rezada sohib, siz qat'iyatli yigitsiz. Yo'q, yanglishasiz. Haqqoniylik xislatingiz bo'lsa, uni o'ldiring. Tog'a Arnaf Malik. Arnav Singh Rezada. Arnav? Nega bu eski uyni olding? Uyimizni buzmoqchimisan? U uyimiz edi, opa. Lekin Arnav, Opamni olqishlang. Anjali Ja. Qo'shiq hech qayerda yo'q. Do'kon hujjatlari ham. O'zim qidiraman. Siz keta olmaysiz. Do'kon hujjatlarini topib, Abhishekni onasiga berishingiz kerak. Men esa uni izlayman. kuyov shu joyning nomini aytdi. Nikoh marosimi shu yerda bo'lishi kerak. Shoshib qayoq? Abhishekni oldasini bering. Qizlar uni kiyintiring. Siz adashyapsiz. Bu qiz kim bo'ldi? Namoyish ramzi qizil rang, u esa yashil libosda. Podiumga ham chiqmayapti. Hayajonlanyapti. Podiumga bor. Adashyapsiz. Qayerga ketyapmiz? Biz bilan yur. Do'kon hujjatlari qayerdaligini bilmaysanmi? Yo'q. Uni kim yuborganini aniqla. Nega men xamading? Hammasini aytishing kerak. Nima? Ketishim kerak. Seni kim yubordi? Qo'shiq qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Do'kon hujjatlari yo'q. Nahotki bu u bilan bog'liq bo'lsa? Shovni buzish uchun qancha oldi? Meni bu yerga hech kim yubormaganini aytyapman-ku axir. Hozir marosim boshlana ko'rmasam, opamni to'yi buziladi. Sizga o'xshaganlarni bilaman. Bittasi o'xshamasa, ikkinchisiga borasiz. Opam haqida bunday deyishga haqqingiz yo'q. Agar sizni opangizni to'yi buzilsa-chi, opangizni tahqirlaganlarga nima degan bo'lardingiz? Gapiring. Shashi sohib, odamlar ko'ziga qara olmayaptilar. Nimalar deyapsiz? Qani hamma uyiga. Nima bo'ldi? Buni istamagandim. Qani yur. Qo'shi, yaxshimisan? Harakat qildim. Biroq oyi, Nima qilib qo'yganingni tushunyapsanmi o'z? Undan ko'ra hujjatlar haqida so'ra. Ular qalin o'rnida ekanini bilarding. Buni atay qiyin. O'zim gaplashaman. Kushi, nega hujjatlarni olding? o'ylagandimki, Abhishekka hujjatlarni ko'rsatib qalin olmaydi deb o'yladim. Bunday bo'lishini bilmagandim. Qaror qabul qilish yoshlik qilasan. Onajon, Meni ona dema. Payal o'z opasi bo'lganida shunday qilmagan bo'lar. Yetim bola asrasang, og'zi burning qon bo'lar. Bas qiling. Bu oilada begona ekaningni isbotlading. Aytgandim-ku. Bas qiling. Axir aytganman. Bu haqda boshqa gapirmaymiz. 10 yil avval Garima uni asrab olmaganida, Payal bugun shu kunlarga tushmagan bo'lardi. Tog' bo'ldi. Qo'shi. Meni kechiring opajon. Abhishek qalin haqida avval boshdan bilgan ekan. Lekin xolam to'g'ri gapirdilar. Biz qondosh emasmiz. Nega unday deysan? Singlim bo'lmasang, unda kim?